Men mahzunlik, qayg'u va mahzunligimni Allohgagina shikoyat qilaman va Allohdan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Ko'ryapsiz, farq nimada? Yig'lash bilan yig'lash o'rtasida farq bor deymiz shuning uchun doimo. Allohga nola qilib yig'lash boshqa, odamlarga nola qilib yig'lash boshqa. Kimdan kimni shikoyat qilyapsiz siz? Shuni aniqlashingiz kerak. Yig'izda. Masalan, bitta musibat paytingizda borib odamga yig'lab yotibsiz borib, bitta odamga. Kimdan kimni shikoyat qilyapsiz? Ya'ni bitta odamga borib yig'lasangiz, bu degani siz Allohdan o'sha odamga shikoyat qilyapsiz degani. Aytdiki, bugungi kunda ham xuddi shunday. Masalan, internetga chiqib olib yig'lamaydi odam. Internetga chiqib olib yig'lagan simaydi, qo'ymaydi odam. Musibat bo'lsa, boshqa bo'lsa, o'zini hammaga ko'z-ko'z qilib borib joynamoz ustida Allohga yig'lanadi. Atrofdagi zolim bormi, boshqa bormi, kimdan bo'lsa ham shikoyatni borib Allohga qilib yig'lanadi. Dunyoda ba'zi narsalar borki, unga bitta yechim bor, uki sabr. Ana shuni tushunib oling. Dunyoda ba'zi narsalar borki, yechimi yo'q uni. Bir dona yechimi nima? Sabr. Odamlar o'ylaydiki, hamma narsani ajrim qilish mumkin deb o'ylaydi. Bunday emas. Hamma narsani ajrim qilaman deyurasiz, oxiri unda mahrumlik bo'ladi. Agar hamma narsani ajrim qilaman desangiz, ajrim degani ya'ni haqqimni olaman desa. Yo'q, ba'zi narsalar borki, haqni olmaydi unda. Nima qilinadi? Sabr qilinadi, iloji yo'q. Sabr jamil nima o'zi? Sabr jamil shunday sabrki, birovga ana shunaqa shikoyat qilinmaydigan sabr. Alamni yutiladigan sabrni sabr jamil deydi. Odamda noilojlikdan sabr bor. U sabr jamil emas. Ya'ni masalan dod deydi, boshini devorga uradi, hammaga zarda qiladi, zahrini sochadi, baqiradi, chaqiradi, keyin qo'ldan hech kelmaganini ko'rgandan keyin bo'ldi, endi sabr qilamiz deydi. Ha, bu odam sabr qilgan yo'q. Hamma ishni qilib bo'ldi bu odam. U nochorlikdan qilinayotgan sabr deyiladi. Chorasizlikdan. Sabr emas u, balki u yo'qlikka ko'niki shu. Sabr jamil shunaqaki, hech kimga zarda qilmaysiz, alamizni sochmaysizda yutasiz o'z ichingizga. Ana shuni sabrun jamil deyiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Keyingi mana mavzuda Alloh taoloning so'zi keladi. Yaqub alayhisalom nima deb javob qildi o'g'illariga? Alloh aytadi: "Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra." Yo'q, balki sizlarning nafslaring sizlarga bir ishni reja qildi deganlar. Xuddiki Yusufni yo'qotganda ham xuddi shu gapni aytganlar. Yaqub alayhisalom. Ya'ni bu nafslaringda sizlar o'zlaringning rejalaring bor. Ishonmayman men sizlarga deyaptilar. Fasabrun jamil. Chiroyli sabr. Ya'ni chiroyli sabr qilishlikda sabr qilamiz endi. Asallohu an ya'tiyani bihim jami'a. Shoyat Alloh hammalarini menga bitta qilib olib kelsa. Innahu huval alimul hakim. Albatta uning o'zi alim, hakimdir dedilar. Mana bu yerda mana ko'ryapsizki, Yaqub alayhisalom yana farzandlarini hech qanaqa qo'ymadi. Chunki kimga qo'yadi farzandini? Birodar farzandi sizga zulm qilsa, otasiga shikoyat qilasiz borib. O'zingiz farzandingiz qilsa endi kimga qilasiz uni shikoyatini? O'ldirasizmi o'zingiz bolangizni? Yoki haydab yuborish yechim bo'ladimi bolani? Haydab yuborish uni battar fosiq qilishga sabab bo'ladi, aytdik-ku. Bugungi kunda ba'zi ota-onalar tushunmay mana shunaqa qiladi. Oq qildim, ko'k qildim, ko'zimga ko'rinmay yo'qol deydi. Nima bo'ladi? Battar fosiq bo'ladi, ko'chaga chiqib, ko'cha bezorasi bo'ladi. Ana shu uchun ham bu yerda hech narsa yo'q. Dunyoda ba'zi narsalar borki, unga bitta yechim bor, uki sabr. Ana shuni tushunib oling. Dunyoda ba'zi narsalar borki, yechimi yo'q uni. Bir dona yechimi nima? Sabr. Odamlar o'ylaydiki, hamma narsani ajrim qilish mumkin deb o'ylaydi. Bunday emas. Hamma narsani ajrim qilaman deyurasiz, oxiri unda mahrumlik bo'ladi. Agar hamma narsani ajrim qilaman desangiz, ajrim degani ya'ni haqqimni olaman desa. Yo'q, ba'zi narsalar borki, haqni olmaydi unda. Nima qilinadi? Sabr qilinadi, iloji yo'q. Mana kishi bilan mana farzandi o'rtasida shunday bo'ladi. Yo'qda er bilan xotin o'rtasida shunday bo'ladi. Hamma narsani 100% ajrim qilaman deyursa er xotin, oxir ajraladi. Nima qilinish kerak shuning uchun desa, ba'zi o'rinlarda sabr qilinadi. Fasabrun jamil deyaptilar. Sabr jamil nima o'zi? Sabr jamil shunday sabrki, birovga ana shunaqa shikoyat qilinmaydigan sabr. Alamni yutiladigan sabrni sabr jamil deydi. Odamda noilojlikdan sabr bor. U sabr jamil emas. Ya'ni masalan dod deydi, boshini devorga uradi, hammaga zarda qiladi, zahrini sochadi, baqiradi, chaqiradi, keyin qo'ldan hech kelmaganini ko'rgandan keyin bo'ldi, endi sabr qilamiz deydi.
Bu odam sabr qilgan yo'q. Hamma ishni qilib bo'ldi bu odam. U nochorlikdan qilinayotgan sabr deyiladi. Chorasizlikdan. Sabr emas u, balki u yo'qlikka ko'niki shu. Sabr jamil shunaqaki, hech kimga zarda qilmaysiz, alamingizni sochmaysizda yutasiz o'z ichingizga. Ana shuni sabrun jamil deyiladi. Ana Oysha onamiz o'zlariga tuhmat qilinganda aynan shuni o'zlariga misol qilganlar. Men Yusufning otasi aytgan gapni aytaman deganlar. Ya'ni hech kimga borib hammaga zahrini sochib, Rasulullohga masalan zahrini sochib Oysha onamiz, hali siz meni shunaqangi fahshni gumon qilib yuribsizmi deb, hali otasiga borib zahrini sochib, hali sizlar meni shunaqa deyapsizlarmi deb hammaga tunini teskari kiyib mana shunaqa qilmagan Oysha onamiz. Balki yutganlar hamma narsani. Sabrun jamil degan. Ana shu sabr jamil bo'ladi. Asallohu an ya'tini bihim jami'an. Shoyat Alloh menga ularni hammasini bitta qilib olib kelsa, ya'ni Yusufni, ukasi Binyaminni, yuqoridagi Misrda qolib ketgan katta akasini, hammasini ajabmaski Alloh bitta qilib menga olib kelsa deganlar. U alimul hakimdir. Mana bu yerda Yaqub alayhisalom Allohning sunnatlarini yaxshi bilganlar. Ya'ni balo qattiqlashayotgani faroj yaqinligidan darak ekanligini. Chunki qarang, bitta Yusuf yo'qolgan. Balomidi bu? Endi qo'shilib ikkitasi yo'qoldi yana. Balo shiddatlashdi. Demak, qancha balo shiddatlatsa, shunchalik faroj, ya'ni ochilish yaqin. Ana shu uchun ham u kishi yana ishona olyaptilarki, shoyat Alloh ularni hammasini menga olib kelsa. U alimul hakimdir deganlar. Keyin Yaqub alayhisalomni mana shu musibatdan keyingi holini qarang mana. Qur'on buni juda ham qisqa bir iboralarda keltiryapti, aslida juda ham katta gaplar bo'lgan u vaqtda, ya'ni u voqea juda ham og'ir bo'lgan. Lekin Qur'on shuni og'irligiga bitta so'z bilan ishora qilyapti, Yaqub alayhisalomning ko'zi ko'r bo'lib qolgani bilan. Shu darajada qiynalgandan-da va tavalla anhum deyapti mana. U Yaqub o'g'illaridan burilib teskari qarab ketdi. Ya'ni bu u kishini farzandlaridan g'azabi kelganligi, baribir ularni qilgan ishidan achchig'i kelganligidan darak. Ya'ni qo'l siltab ketdi ularning oldidan-da Yaqub alayhisalom. Va qala aytdilarki, ya asafa ala Yusuf. Esiz Yusuf dedilar yana. Va biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadhim. Mahzunlikdan ikki ko'zi ko'r bo'lib qoldi deyapti. Yaqub alayhisalom ya'ni. Fa huwa kadhim degani bas shunda ham u g'amini yutardi lekin. G'amgin bo'lib g'amini yutardi. Kazim degani shu, kaziminal g'oyz deyiladi-ku. Ya'ni ko'zi ko'r bo'lib qoladigan darajada xafa, lekin bolalariga qarang, bir og'iz zahrini sochgan yo'q. Maqtov bu Yaqub alayhisalom haqida hozir. Shuncha g'amga botgan, ko'zi ko'r bo'lib qolganda, lekin kazim baribir yutgan o'sha g'amlarini. Hech kimga zarda qilib, alamini olib, hammani urib tepib, narsalar sindirib, bu narsa qilgani yo'q. Bunaqangi jizzaki shunaqa bo'lmaydi, mo'min odam. Qadriga iymon keltirgan odam. Fahuva kazim deyapti. Hamma narsani ichiga yutgandi. Ana shu uchun ko'r bo'lib qoldi aslida. Mana u hamma urib sindirib shunaqa qiladigan odam odatda ko'r bo'lmaydi u. Chunki zahrini chiqaradi tashqariga. Mana shu hozir u kishini ko'r qildi, ichiga shu darajada yutganligi. Savol tug'iladi. Endi 3 ta farzand yo'qolganda nega endi Yusuf esiga ketyapti u kishini? Birinchidan musibat yangilaydi. Yara yangilanadi. Ana shu uchun. Ya'ni hozir endi o'zi sekin u kishi Yusuf alayhisalomni bir ko'nikib yo'qolganligiga nima bo'lib turgan paytda yana ikkita farzand yo'qolib eski yarani yangilayapti. Musibat yangilaydi ya'ni. Qo'zg'aydi. Ikkinchidan Yusuf alayhisalomga bo'lgan muhabbatlaridan yana Yusuf esiga tushyapti. Uchinchidan ikkita o'g'li yo'qolganda hozir qayerdaligini biladi Yaqub alayhisalom. Ya'ni bularni borib qaytarib olib kelish imkoni bo'lishi mumkin ehtimol. Boradi bechora ota o'zi yalinib bo'lsa ham kerak bo'lsa Azizdan olib kelaman degan umid bor-da. Shu otani ko'rgandan rahmi kelar hech bo'lmasa ham Azizni degan umid bor. Qaydaligi ma'lum, nima qilyapti ma'lum. Lekin bechora Yusuf u nimalar qilyapti ekan deb shunga u kishi arami kelgan, ya'ni achinganlar. Bular-ku qaydaligi ma'lum, bechora Yusuf deb yana eslari kelib ketdi, u bechoraning qaydaligi ham noma'lum. Ana shundan u kishi yana alamlari kelgan, ya'ni mahzun bo'lganlar. Noma'lum edi taqdiri u kishi. Mana shundan ochiq bilasizki, Yaqub alayhisalomga hech bir vahiy qilinmagan, ha o'g'ling Yusuf yaxshi Misrdagi vazir bo'lib yuribdi,
Yegani oldida, yemagani ketida hech qayg'urma deyilmagan. Payg'ambar bo'lsa ham aytdi-ku, bir og'iz vahiy qilib qo'ysa bo'lardi Alloh. Imtihonlik qolmasdi unda. Nima uchun Alloh unda ayryapti? Ota bilan bolani. Imtihon uchun. Ayirsa-da hammasi yaxshi deb qo'ysa, imtihonligi qolmaydi unda. Mana shu narsani ham Yusuf alayhisalom tushunganlar. Bu imtihon komil bo'lishi kerak. Shuning uchun ham otasini borib haligi oldiga olib kelmagan yoki otasini borib shu yerda xotirjam qilib kelmagan, hammasi yaxshi bo'ladi deb imtihon bu. Komil bo'lishi kerak imtihon. To'g'ri biz uni hosil qilmaymiz, lekin Alloh o'zi qildimi, sabr qilinadi uni. Mana shuni ham aytdik-ku, masalan, bugun biz endi batariqalo boshimizga bir muammo tushsa, musibat tushsa, ana shunda o'ylamaylikki, men bitta tush ko'ramanda, tushimda keyin menga aytiladi, musibatlar hammasi arib ketishligi, yaxshi bo'ladi hammasi keyin. Bitta tush ko'rsatgin, ey Robbim, hammasi yaxshi bo'layotganligini men tushuday, qiynalib ketdim bo'lmasam, nima bo'larkan oxiri deyveradi-ku odam. Ana shu tushunmaslik imtihonning mohiyatini. Siz oxiri nima bo'lishligini bilib keyin xotirjam bo'lsangiz, siz ko'chadagi oddiy bitta odamdan farqingiz qolmaydi. Oxiri nima bo'lishini bilganingizdan keyin xotirjam bo'lasiz. Yo'q, imtihon shunday bo'ladiki, oxiri nima bo'lishini bilmay Allohga topshirasiz. Payg'ambarlar ham hatto ana shunaqa imtihon qilingan mana. Faqat bir narsani ular bizdan farqimiz shuki, payg'ambarlarda ular umumiy Allohning sunnatlaridan tushunganki, taqvo qilsa yaxshi bo'ladi. Yomon bo'lmaydi. Biz ham xuddi shunday tushunishga haqqimiz bor. Umumiy Allohning qonunlaridan. Taqvo qilsa oxiri yaxshi bo'ladi. Men o'zim nima bo'laman bilmayman, to'g'ri deysiz. Lekin ma'lumki Allohning qonunlarida taqvo qilsa yaxshi bo'ladi oxiri. Yaqub alayhissalom bor yo'g'i mana shuni bilganlar, shuning uchun ham baribir tirik deb ishonganlar, yana uni topamiz deb bilganlar mana aytayaptilar, shoyat hammasini o'ta qilib Alloh menga qaytarsa ular deyaptilar. Va yaddat aynahu min al-huzn deyaptilar. Endi o'z navbatida mahzunlik yuqoridagi sabr jamilga zid emas ekan, qarang. U kishi sabr jamil qilganligini aytayapti Alloh. Lekin shu bilan birga mahzun bo'lib, shu darajada mahzun bo'ldiki, ko'zi ko'r bo'lib qoldi deyapti. Bu ikki narsa bir-biriga zid emas. Shuning uchun ham haligi masalada aytdik-ku, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'g'illari Ibrohim o'lganda yig'ladilar, ko'zlari yoshga to'lib. Va inna li firaqika ya Ibrohim la mahzunun dedilar. Biz sendan ayrilganimizga mahzunmiz, ey Ibrohim deyaptilar, ko'zlari yoshga to'lgan. Sabr qilmagan Rasul, sabr qilganlar. Mana shuni aytdik, ana Fuzayl ibn Iyos o'g'li o'lganda kulgan. Kimni siyrati bu yerda hozir ergashishligimizga haqli? Demak, bizga musibat yetsa kulishimiz kerakmi? Yoki ya'ni umuman mahzun bo'lmaslik kerakmi? Yoki mahzun bo'lish bu musibatga sabr qilishlikka zidmi? Desa, yo'q. Aytdik-ku mana shunisi, Ibn Taymiyya rahimahulloh so'zlarini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari bizga ergashishlikka haqliroq. Fuzayl ibn Iyos kulgan bo'lsa o'zlariga. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yig'laganlar musibatda. Chunki bu hech qanaqa sabr jamiliga zid emas. Balki bu insonni ko'ngli shu darajada tozaligidan, shu darajada yumshoqligidan odam musibat paytida yig'lab yorishligi. Musibat deganda mana shunaqa ayriliq, shunaqa vaqtlarda bag'ri toshmasligidan bu. Qalbda haqqini berish, mahzun bo'lib, ko'zda haqqini berish, yig'lab, mana bu hammani haqqini berish degan. Faqat sabr jamil shundaki, shikoyat qilmaysiz odamlarga. Borib turib hamma narsadan nolaverib, nima bo'lyapti? Bo'ldida endi yetadida shuncha narsa durmaysiz. Mana kazim bo'lasiz, yutasiz ichingizga. Lekin ko'zingizdan yosh chiqadi, ko'rinishingizdan mahzun bo'lasiz, yig'laysiz. Mana bu narsa hech qanaqa sabr jamilga, ya'ni zid emas ekan. Alloh taolo aytadi: "Ya hazani shadid ala Yusuf" deyapti Yaqub alayhissalom. Yusufga qattiqroq mahzunman deyaptilar. Ana shunday qilib oxiri mahzunlikdan ko'zi ko'r bo'ldi deyapti. Ya'ni yig'lavergandan ko'zi ko'r bo'ldi. Mahzunlik natijasida. Fa huwa kazim degani, ya'ni mumsik ala huznihi. Shunday bo'lsa ham mahzunligini yutar edi o'ziga. Birovga oshkor qilmasdi. Farq shunda. Aytamiz, u odam musibatlangan bo'lsa, endi sizni deb atrofingizdagi hamma musibatlanish kerak emas. Ya'ni men hozir musibatdaman, bor, nari tur mendan. Men hozir musibatdaman. Hammaga zahrini sochadi. Bunday qilib beringlar, men musibatdaman deydi. Bitta siz musibatdasiz deb endi atrofda hamma musibatga tushish kerak emas. Ana shu sabrsizlik degani.
Sabr jamil shuki, yutasiz, yig'laysiz, siqtaysiz, holi qolib Alloh bilan o'z o'rtangizda. Lekin odamlarga chiqib, ana musibatdaman deb hammaga haligi peshkinlik solinmaydi. Ana shu sabr jamil ular. Yaqub alayhisalom mana shunday deb sifatlayaptilar mana. Chunki birovga shikoyat qilmagan u kishi. Shuncha g'amini. Hatto ana o'g'illariga yuziga solgani yo'q. Senlar deb bo'ldi shuncha narsa deb. Ko'nglida mahzunligini berkitar edi, deyapti. Yutar edi shuni. Uni birovga shikoyat qilib, g'azab qilib, zarda qilib sochmasdi atrofidagilarga, deyapti. Ana shunda bu darajada siqilganidan otalarini, haligi o'g'illar ko'rib rahmi kelib ketgan otalariga. Mana Alloh taolo aytadi, qolu farzandlar aytishganki shunda tallohi tafta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Allohga qasam, siz shu Yusufni eslayverasiz. Tafta'u tadhkuru degani qo'ymaysiz degani. Qo'ymay shuni eslayverasiz toki holdan toyginizcha yoki halok bo'lgunizcha. Ya'ni nima kerak endi shu yo'qolgan farzandingizni shu darajada eslab yana qaytib qiynalaverishingiz? Halok bo'lasiz hozir bu turishda, o'zingizni qiynab tashlayapsiz deb farzandlari otalariga bir yupatmoqchi bo'lishgan o'zlaricha, ya'ni. Qarang, sillangiz qurib qoldi, ko'zingiz ko'r bo'lib. Takuna haroz degani shu, silla qurib qolishligi insonni g'amdan. Yoki halok bo'lasiz bu turishda siz. Hozir ko'zingiz ko'r bo'ldi, ertaga bir joyingiz kasal bo'ladi, yana boshqa bo'ladi, oxiri halok bo'lasiz. Bir Yusufni deb g'am qilib. Bo'ldi endi, o'tgan ish o'tdi deyishmoqchi ular. Ketgan odam ketdi, qaytib kelmaydi. Nima kerak shunchalik eslayver o'sha odamni deb otalariga tasalli bildirmoqchi bo'lishyapti. Ularga mana otalariga shafqat qilib aytishyapti. Shuni tinmay eslaysiz Yusufni, deyapti. To halokatga yaqin bo'lguncha, ya'ni o'lay deb qolganingizcha eslayverasizmi endi shuni? Kasal bo'lib qolganingizcha, deyapti. Yoki halok bo'lguningizcha, o'lguningizcha ham endi shuni eslayverasizmi, deyapti. Ya'ni agar shu holda davom etsangiz, Yusufni eslayversangiz, mahzun bo'laversangiz, nafsingizni halok qilasiz-ku, deyapti. Ana shunda Yaqub alayhisalom ularga aytayaptilarki, qala innama ashku bathi va huzni ila Alloh va a'lamu minallohi ma la ta'lamun deganlar. Men mahzunlik, qayg'u va mahzunligimni Allohgagina shikoyat qilaman va Allohdan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Ya'ni men sizlarga shikoyat qilayotganim yo'q, o'ylamanglar. Otamiz endi Yusufni bizga zarda qilaveradi, yuqorida aytganimizdek zahrini sochaveradi deb. Men Allohga nola qilyapman, yig'lab. Sizlarga qilayotganim yo'q nolani. Ko'ryapsiz, farq nimada? Yig'lash bilan yig'lash o'rtasida farq bor deymiz, shuning uchun doimo. Allohga nola qilib yig'lash boshqa, odamlarga nola qilib yig'lash boshqa. Kimdan kimni shikoyat qilyapsiz siz? Shuni aniqlashingiz kerak. Yig'izda. Masalan, bitta musibat paytingizda borib odamga yig'lab yotibsiz borib, bitta odamga. Kimdan kimni shikoyat qilyapsiz? Ya'ni bitta odamga borib yig'lasangiz, bu degani siz Allohdan o'sha odamga shikoyat qilyapsiz degani. Yaqub alayhisalom qilayotgan ishi bo'lsa, borib turib farzandlariga yig'layotgani yo'q. Farzandlarini oldidan ketyapti-da, ulardan Allohga shikoyat qilyapti. Allohga yig'layapti. Tushunarlimi? Farqni ajratib olish kerak. Kimdan shikoyat qilib, kimga borib yig'layapsiz? Aytdi-ku, bugungi kunda ham xuddi shunday. Masalan, internetga chiqib olib yig'lamaydi odam. Internetga chiqib olib yig'lagan simaydi, qo'ymaydi odam. Musibat bo'lsa, boshqa bo'lsa, o'zini hammaga ko'z-ko'z qilib, bu borib joy namozi ustida Allohga yig'lanadi. Atrofdagi zolim bormi, boshqa bormi, kimdan bo'lsa ham shikoyatni borib Allohga qilib yig'lanadi. Yaqub alayhisalom mana shuni aytayaptilar. Men sizlarga qilganim yo'q shikoyatimni, deyaptilar. Men Allohga shikoyat qilyapman. Shikoyat degandan to'g'ri tushunish kerak. Biz o'zbekchilikdagi shikoyat emas bu. Masalan, biz o'zbekchilikda shikoyat desa nimani tushuniladi? Birovga arz qilib nolish degani. Nauzubillah, Allohga hech nolimaydi Yaqub alayhisalom. Shikoyat degandan maqsad bu yerda dardini aytish, dardlashish Alloh bilan. Ana shu ma'no nazarda tutilyapti. Men qayg'oyimni va mahzunligimni Alloh bilan bo'lishyapman, deyaptilar. Ya'ni Allohga shu nola qilyapman, ey Robbim, sabr ber deb Allohga iltijo qilyapman, deyaptilar. Va Allohdan bilamanki, sizlar bilmaydigan narsalaringni. Nima u? Aslida ko'p. Ular bilmaydigan, Yaqub alayhisalom bilgan narsa. Shulardan biri umidni uzmaslik masalan. Ular umidni o'zi qo'ygan o'zi. Bo'ldi-da endi topilmaydi, deyapti. Yaqub alayhisalom esa bilganlar, yo'q, unaqa emas. Alloh hech qachon taqvodorni zoyi qilmasligi kerak. Umid uzmaganlar. Hattoki ulamolar aytganki,
Mana shu voqea hozir mana Yaqub alayhissalom Yusuf alayhissalom u kishini oldiga ko'ylagini jo'natishligi bilan Yusuf alayhissalom otasidan ayrilgani o'rtasida 80 yil vaqt bo'lgan. Tasavvur qilyapsizmi? 80 yil. Yusuf alayhissalom bolachaligida chiqib ketdilar, bordilar, qamaldilar, qamoqda necha yil yotdilar, unisiga bir hozir 7 yil to'kinsozchilik bo'lgan, undan keyin 7 yil ocharchilik vaqtlarini oxirlarida bo'layotgan gaplarda bular. Haqiqatan ham mumkin 80 yil o'tib ketgan bo'lishligi. 80 yil umidni uzmagan. Ko'ryapsizmi? Ana shu uchun atrofdagilar bo'ldi deb o'rgan, Yusuf alayhissalom, Yaqub alayhissalom esa yo'q, hali bo'lgan yo'q deyaptilar. Ya'ni hali yo'qolgani yo'q. Hali Alloh olib keladi ularni hammasini deyaptilar. Mana shu qadarga suyana olish va albatta bu qadarga suyana olish uchun o'sha sunanlarni bilish kerak. Ya'ni Allohning qonunlarini. Hech qachon bunday bo'lib yo'q bo'lib ketishligi kerak emas. Unisiga Yusuf alayhissalom yoshligida ko'rgan tushi bor edi. Va amalga oshish kerak hali. Va undan boshqa sunanlar, atrofdagi qonunlar Allohning bu yerda voqelikdagi. Ana shularni bilib, o'rganib, ayta olyaptilarki, men bilaman, sizlar bilmaysizlar deyaptilar. Bu oddiy yo'q bo'lib ketadigan narsa emas bu, ya'ni. Yaqub alayhissalom farzandlarini u kishiga xavf qilganligidan keyin bu turishda halok bo'lasiz-ku yig'i-sig'i qilib urib Yusufga degandan keyin aytayaptilarki, men qayg'uyim va mahzunligimni Allohga shikoyat qilyapman dedilar. G'amimni, ya'ni holimni Allohga arz qilyapman. Men sizlardan birlaringga yoki boshqaga shikoyat qilayotganim yo'q Allohni. Robbimga men qilyapman shikoyatni. Unga ya'ni duo qilyapman, iltijo qilyapman, g'amimni aritsin deyapman degan. Va bilaman Alloh taolodan sizlar bilmaydigan narsalar deyaptilar. Ya'ni Allohning rahmati bor, men yaxshi gumonliman. Ha endi qarangda mana 80 yil bir payg'ambar o'g'liga sabr qilyapti, keladi, yo'qolmagan deb Allohning qonunlarini tushunadi. Ha bizda odamlar hozir 10 yil, 5 yil, 15 yil bir Allohning yo'liga sabr qilishga sabr yetmaydi. Nima bo'ldi mana? Bilan hozir 8 yildan beri Suriyada jihad qilyapsan, nima bo'ldi deydi. 50 yildan beri Afg'onistonda jihad qilyapsan, nima bo'ldi deydi. Yani odam ko'ryapsizmi, qancha sabr qilish kerak? Hali payg'ambar bir o'sha muvaffaqiyatga erishish uchun, yoshlikdagi o'ylangan rejaga erishish uchun, bir tush bo'lib boshlangan reja bir kun kelib hayotga aylanish uchun qarang, 80 yil vaqt ketyapti. Bu yerda ham xuddi shunday bir orzu havas bilan boshlangan ish, jihodmi, da'vatmi, meva berish uchun, samara berish uchun o'zi 8 yilni gapirmang siz. Payg'ambarlarga 80 yil vaqt ketyapti mana. İmtihon ya'ni. Bu shuchilar bunda hech harakat umidsiz bo'lmaslik kerak. Eng katta mag'lubiyat umidsizlikda yotadi. Mana bugungi kunda Suriyada ko'rdik ahvolda bir vaqtlar shu jihod urug'ini ekishga sabab bo'lgan fasoillar deyiladi, ya'ni guruhlar, o'sha yerdagi nizomga qarshi chiqib isyon qilgan askariy guruhlar, Jayshul Hurlar, shunga o'xshagan boshqalar. 7 yildan beri urushib yotibmiz, 8 yildan beri urushib yotibmiz, bo'ldi endi hech foyda bo'lmaydi ekan shekilli degan ularning umidsizligi va yana bu yerda hamma joyda olib qo'ydi-ku bu tog'ut. Qaytarib oldi bizdan tortib olib. Hozir bu ketishda 1-2 yilda qolgan joyda ham olib qo'yadi, keyin yomon bo'ladi biz qo'lga tushsak o'shanda degan umidsizlik ularni suvni ko'rmasdan ishton yechishga majbur qildi. Ya'ni qo'rqqanidan avvaldan borib taslim bo'lishga majbur qildi. Qurol yaroqlarni ham olib borib topshirib o'sha nizomga taslim bo'lishdi. Mana 1 yil avval taslim bo'lishganda bugun voqeada qarang, kuchukdek o'ldirib ketishyapti o'sha taslim bo'lganlarni o'zlarini. Yoki janglarda ularni birinchi safga qo'yadi, qalqon tarzida musulmonlar ularni otishligida o'shalar o'lsin birinchi deb. Ishonmaydi. Qanchasini qamoqda yotibdi, qanchasini o'ldirib yuboryapti, otib ketyapti, qanchasini urushlarda birinchi safga qo'yib, urushtirib o'shalarni qalqon qilib bir kuchukdek qilib o'ldirib yuborishyapti. Ko'ryapsizmi? Umidsizlik ana shunaqangi yomonliklarga olib keladi. Yoki mana shu umidsizlik, ya's, Allohning rahmatidan, Alloh beradi degan narsadan umidsizlik mana salomlarni salomlar qilyapti. Aytar bugun iloji yo'q-ku baribir bugun. Hech bir islomiy davlat qila olmaysan, hech qanaqangi bir Allohning qonuni bilan bir hukm qiladigan narsa qila olmaysan. Shuning uchun nima qilish kerak deydi? Bo'ysunib yuraverish kerak. Bo'lmaydi-ku baribir deydi. Shu darajadaki masalan aytyapmiz, Rasululloh hadisda bashorat berib qo'yganlar, ayni ummat ana shu umidsiz bo'lmasinlar deb, haligi jabborlardan keyin xilofat zamoni keladi deb qo'yganlar. Bu hadisdan bashoratdan maqsad nima? Ummat umidsiz bo'lmasinda harakat qilsin. Lekin bu nodonlarning shu hadis tushunishini ham qarang. Kallasi teskari ishlaydi. Shestrinalari teskari ishlaydi. Shu hadisdan olib gapirishyaptiki,
Bu hadisni Rasululloh aytganlar, bashorat berganlar, harakat qilinglar demaganlar. Jabbor zamonidan chiqib xilofat zamoni bo'lishiga. Balki o'zi Alloh xohlagan vaqtda bo'ladi deb. Qarang qanaqa ishlayapti kalla. Aslida Rasulullohning bashoratlaridan murod nima bo'ladi? Ummat shundan ruh osinda harakat qilsin. Bular uni teskarisiga ishlayapti, qarang, kallasi. Yo, u Rasululloh xohlagan vaqtda bo'ladi, u foydasi yo'q hozir deb. Qanday bo'larkan o'sha vaqtda, shunga hayronsiz endi. Agar bu jabbor tuzum davom etaversa, bu ahvolda qanday bo'ladi u vaqtda? Rasulullohning bashorati qanday amalga oshadi yani? Maqsad ana shu yas, ularda umidsiz, umidini o'zib qo'ygan. Bu nizomlar qulashligidan. Ana shu narsa xarob qiladi odamni. Bunaqa bo'lmaydi, aytdik-ku, umid uzilmaydi. Faroj Allohning muvaffaqiyati bergan natijasi bizni sabrimizdan keyin shunday kutmagan lahzamizda shunday osmondan yomg'ir yog'ib o'rgandek keladi. Aytdik-ku, mana SSR qulashligida yoki boshqa shunga o'xshagan nizomlar qulashligida qanaqangi bir lahzalarda, kunlar ichida Alloh taolo uni amalga oshirib o'rgan. Inson sabr qilsa, amal qilsa, shu yo'lda davom etsa, vaqti kelganda Alloh shuni beradi demak. Aytdik-ku, bularning hammasining sababi ana shu Allohning qonunlarini tushunmaslik borlig'idagi. Sunanlarni tushunmagan odam ana shunaqangi noumid bo'ladi yani. Mana aytadilar, sharhini o'qiymiz bunda. A'lam minalloh ma la ta'lamun degani Allohning rahmatidan men bilaman va unga gumonim yaxshi. Albatta bu muammolar ariydi hali deyaptilar. Men o'zim kutmagan tomondan ariydi muammolar. Shako, ya'ni shikoyat haqiqati shunday ediki, bu yerda nafs ruhini izhor qilish edi. Ya'ni nafsini holatini. Ya'ni ichidagi g'am, qayg'uni, sirlaridagi ana shunaqangi mahzunlikni Allohga iltijo qilib artishlikni so'rash edi. Shikoyat bor yo'g'i shu edi, deyapman. Allohga shikoyat qilish joiz va shariat bunga ijozat bergan. Shuning uchun ham Alloh taolo Yaqub alayhisalomdan shuni hikoya qilib turib inkor qilmadi. Bu demak, shariatda bunaqa Allohga shikoyat borligiga dalil. Faqat takror aytamiz, qalb holatini yaxshi tushunib oling siz shunda. Allohga shikoyat nolish emas. Ey Robbim, bilayapsan qay darajada g'amga botdim, arit mendan shularni deyish. Chunki Allohga shikoyat qiluvchi Robbisiga duo qilishligini o'z ichiga oladi. Undan talab qiladi g'am qayg'uni aritishlikni. Iltijo qiladi, ibodat qiladi yani. Alloh oyatda aytgan: "Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a." Bandalarim sizdan men haqimda so'rashsa, men yaqinman ularga degan. Duo qiluvchining duosini ijobat qilaman agar menga duo qilishsa. Falyastajibu li, men amrimga bo'ysuninglar, duo qilinglar, va yu'minu bi, menga iymon keltiringlar deb. La'allahum yarshudun. Ammo Allohdan boshqaga shikoyat qilish nojoiz. Chunki Allohdan boshqaga shikoyat qilgan odam shikoyati bilan undan zararni ko'tarishni istasa o'sha boshqadan, tabiiyki bu o'z aslida shirk bo'lib qoladi. Chunki Allohgina zararni ko'taradi. Allohgina bunga qodir. Oyatda aytgan: "Va yamsaskallohu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Alloh sizga bir zarar yetkazsa, Allohdan bo'lak hech kim uni ocha olmaydi. Agar shikoyatidan maqsadi unga nolish bo'lsa, zarda qilish bo'lsa, o'zini mas'ul qilib ko'rsatish bo'lsa, Allohning balosi sababdan, bu ham harom bo'ladi, katta xato bo'ladi. Chunki birovga Allohni shikoyat qilgan bo'ladi, Allohning ustidan ya'ni. Shuning uchun ham Zamaxshariy tafsirida kelgan ekan, Yaqub alayhisalomning oldiga qo'shnisi kirgan ekan shu vaqtlarda. Unga aytgan ekan: "Ey Yaqub, siz o'zingizni oldirib qo'yibsiz, fano bo'lib ketibsiz-ku, ya'ni kasal bo'lib ozib to'zib ketibsiz-ku." deb haligi Yaqub alayhisalomga qayg'urib gapirganda qo'shnisi. Shunda Yaqub alayhisalom aytgan ekanlarki, Alloh meni mubtalo qilgan Yusufning g'ami meni shunday ovora qilib tashladi degan ekanlar. Endi qarang, ana shu Allohning bergan musibatini birovga aytib qo'ydilarmi? Alloh vahiy qilgan ekanki: "Ey Yaqub, meni ustimdan, meni maxluqlarimga shikoyat qilyapsanmi?" degan ekan. Qarang, aslida shikoyat qilmagan Yaqub alayhisalom, lekin nima bo'lganda nima foydasi bor aytgan uni. Masalan, hozir siz muammoingiz bor boshingizda. Uni Alloh aritmasa, men ham, boshqa ham sizda arita olmaydi muammoingizni. Ana shu paytda kelib menga shikoyat qilishligingiz u Allohning ustidan nolishingiz bo'lib qoladi. Menga kelib arz qilishingiz bo'lib qoladi. Siz uni qasd qilmaysiz, to'g'ri. Lekin ko'rinishdan shunga o'xshab qoladi. Chunki bu odamlar hech narsa qilib bera olmaydi sizga. Yaqub alayhisalomga Alloh shunday degan: "Ey Yaqub, meni ustimdan borib maxluqlarimga shikoyat qilyapsanmi?" degan.
Yaqub alayhissalom esa ey Robbim xato qildim deganlar. Meni kechir deganlar. Alloh kechirgan u kishini. Chunki maqsadlari unaqa emas edi. Shunchaki hol ahvol so'ragan odamga aytgandilar. Demak, bu narsada ana shu shikoyatda e'tiborli bo'lish kerak. Va Allohning ravhidan umid uzmaslik kerak. Ya'ni Allohning ravhi degani fazli karamidan. Fazli marhamatidan degani. Yaqub alayhissalom mana farzandlariga aytganlar: "Ya bunayyadhabu, ey bolalarim, boringlar, ya'ni Misrga. Fatahassasu min Yusuf va akhi, Yusuf va ukalarini uni yoki akasini izlanglar. Va la tayasu min rawhillah, Allohning fazl marhamatidan umid uzmanglar. Innahu la yasu min rawhillah illa al-qawmul kafirun." Chunki Allohning fazl marhamatidan kofir qavmdan boshqa odamlar umidlarini uzmaydilar. Mana shu Allohning qadarini u kishi shunday sunanlar orqali sekin o'qiyotganliklariga darak. Yaqub alayhisalom ya'ni. Nimaga ya'ni? Sabab qarang, nega boringlar Misrga, Yusuf va ukasini izlanglar Misrdan deyaptilar. Xo'p, ukasi Misrda, buni bilamiz. Lekin nega Yusufni Misrdan izlanadi? Ko'ryapsizmi? U kishi g'aybni bilmaydi. Alloh u kishiga o'g'ling Misrda deb ham vahiy qilmagan. Lekin u kishi sunanlardan o'qiy olganlar shuni. Ya'ni Allohning qonunlaridan o'qiy olganlar. Nima uchun bu xulosaga kelyaptilar? Umid uzmanglar, shu Misrda bo'lsa kerak, izlanglar o'sha atrofdan Yusufni deyaptilar. Sabab u kishi ana shu Misrni azizini fe'llaridan akalari xabar qilyapti-ku, Yusuf alayhisalomning hidini seza boshlagan. Faqat u kishi ham bu narsaga lekin ishongisi kelmagan, toki ishonib qolsa ertaga umidi puchga chiqmasin. O'sha Misrni azizi Yusuf bo'lib chiqsa yaxshi, lekin agar unday bo'lmay qolsa-chi? Odam qattiq sinib ketadi bunaqa paytda, ya'ni. Ana shu u kishi aniq ayta olmaganlar, shu Yusuf ana shu odam Misrda azizi. Chunki bunaqangi karam, bunaqangi xislatlar, bu qilayotgan ishlari bu oddiy odam emas bu. Ana shu uchun borib o'sha yerda izlanglar deganlar. Keyin u kishi yoshligida ko'rgan tushi Yusuf alayhisalom o'tiribdilar, ya'ni Yusuf alayhisalom tushlari. Qolgan 12 ta aka-ukalari u kishiga sajda qilyapti, ota-onalari sajda qilyapti. Bu ham bir darak ediki, u kishi bir qanaqangidir boshliq bo'ladi. Sajda itoatdan darak. To'g'rimi? Sajda qilishlik nimadan darak beradi? Itoatdan darak beradi. Ana shundan u kishi tushunganlarki, Yusuf katta bo'lganda demak, bir kun kelib qanaqangidir hamma unga itoat qiladigan odamga aylanadi. Yaqub alayhisalom atrofni qarasalar, podshohlarning ichida bironta unaqangi ana shu Misrdagi hozir aziz singari hamma uni gapiga kiradigan, lekin shunaqangi o'zi fazilatli, saxovatli odam yo'q. Bitta Misrda shunaqangi xabar kelyapti. Misrda shunaqangi odam bor ekan, hammaga adolat bilan mol dunyo taqsimlayapti. Uni ustiga shunaqangi karamlik, muhsinin, ko'rgan odam uni muhsin deb biladi. Ana shundan u kishi hidini sezganlar Yusuf alayhisalomni. Hidini sezish majoziy gap, ya'ni sezganlar, his qilganlar, shu bo'lsa kerak deb. Shuning uchun ham aytayaptilarki, ey bolalarim, boringlar, Yusuf va ukasini izlanglar deyaptilar. Ukasi tushunarligida Yusuf ana shu yerda shuning uchun ham qo'shilindi mana. Tajassusni yaxshi ko'rinishi. Masalan, tajassus nima degani? Josuslik qilish, borib pismiqlarcha bir jamoatni chekirib olib, xabar o'g'irlash. Ayg'oqchilik qilib, ya'ni. Tajassus deyiladi, josuslik qilish. Tahassus bo'lsa, shu jimni he qilib qo'ysangiz, tahassus. Yaxshilik uchun ichkariga kirib xabar yig'ish degani. Yaxshilik uchun josus bo'lish degani, tahassus, ya'ni qo'pol qilayotganda. Masalan, musulmonlar foydasiga ishlash uchun kirib bir ma'lumot yig'asiz odamlarning ichidan. Mana hozir akalariga shuni buyuryapti Yaqub alayhisalom. Yusuf alayhisalom akalariga. Boringlarda sekin odamlarning ichiga kirib surishtiringlar o'zi. Yusuf degan odam shu bormi Misrda? Chunki Yusuf alayhisalom ismini o'zgartirmagan. Buni dalili haligi ayol Yusuf alayhisalomga tuhmat qilgan paytda vazir nima dedi? Yusuf alayhisalomga Yusufu a'rid an haza. Yusuf, sen bu ayoldan yuz o'gir degan. Demak, Yusuf alayhisalom ismini o'zgartirmagan. Mana bu dalilki, u kishi agar demak odamlar hozir borib so'rasa, kim edi bu o'zi azizi Misrda? Akalar borib so'rasa-da, tavolishi mumkin edi. Lekin qarangki, ular ey aziz deb yuribdi, g'ofillik qilib akalar. Biroq so'ramagan kim ekan o'zi bu aziz. Ismi kim uni? Kimning bolasi o'zi bu aziz? Qayerdan kelgan bu aziz o'zi? So'ramagan, qiziqmagan.
Ana shuni hozir Yaqub alayhisalom o'g'illariga aytayaptilarki, "Ey bolalarim, boringlar surishtiringlar-chi, o'zi bu odam kim? Men o'g'limni olib qolgan bu odam Aziz kim u? Shunday yaxshi odam bo'lsa, nega o'g'limni olib qolib bermayapti bunaqa?" Tahassasu degani sekin surishtiringlar-chi, bu odam kim o'zi? Agar surishtirishsa akalar borib o'zi Yusuf alayhisalomni topib olishardi ehtimol. Bu Aziz Misrda Azizi Yusuf bo'ladi. Tarixi nima uni desa, ana Azizni xonadonda katta bo'lgan, qamalgan, undan avval nima bo'lgan desa, ayol uni shunaqa qilmoqchi bo'lgan, yo'lda urmoqchi bo'lgan. Undan oldin nima bo'lgan desa, eri uni bozordan sotib olib kelgan. Undan oldin nima bo'lgan desa, Misrga uni bitta karvon olib kelgan Falastindan. Tamom chiqib kelardi ukasi ekanligi. Lekin ular shunga qiziqmayapti. Yana hozir otasi shu gapidan keyin ham borishadi-da, hech chiqmaydi akalar. Borib turib, "Ey Aziz" deydi yana. Hech narsa bu. Qarang, surishtirmagan. Asli surishtirsa ham tovolardi ehtimol. "Ey Aziz" deydi borib yana. Qanaqa Aziz? Surishtirmaydi u. Qanaqa Aziz o'zi? Demak, Yaqub alayhisalom mana shuni buyurgandilar farzandlariga. Tahassasu degani yaxshilik uchun josuslik qilish. Ya'ni ma'lumot to'plash bir odam haqida. Kim o'zi bu odam? Yusuf degan odam kelib qolmaganmi shu yerlarga ya'ni? Fatahassasu min Yusuf va akhi va la tayasu min rohillah. Mana qarang aytayaptiki, umid tuzmanglar Alloh fazl marhamatdan. Yusuf deydi, Yusuf yo'qolib ketgan. Ular umid tuzib qo'ygan bo'lgan. Ana shu uchun borib qiziqishmagan. Uzma deyapti mana Yaqub alayhisalom. Umid tuzma, so'ra sen deyapti mana. Chunki Allohning fazl marhamatdan kofir qavmdan boshqa odam umidini uzmaydi. Sen kofirga o'xshama deyapti. Mana aytdik mana qarang, umid tuzish kofirlikka demak narvon. Aytayapmiz mana bu. Umid tuzadi, kofirga qul bo'ladi. Salomullasi bo'ladi, umid tuzadi yoki o'sha tog'utga askar bo'ladi va hokazo. Umid tuzish kufrga narvon demak. Mana shayton ham shu uchun kofir bo'lgan, umidni uzib qo'ygan. Masalan bu nonko'r tavba qilsa bo'ladi-ku. Umidni uzib qo'ygan. Bo'lmaydi, bo'ldi deb. Shaytonning nabiralari ana shunaqa umid tuzadiganlar. Yaqub alayhisalom mana shu uchun aytayaptilarki, umid tuzma sen deyapti. Allohning fazli marhamatidan kofir qavm umidini uzadi deyapti. To'g'ri, faqat cho'ntagida pichoqqa to'ldirib o'tirilavermaydi, umid tuzmaslik kerak ekan. Amal bo'lish kerak, umid qila olish uchun ham. Shuni unutmang. Umid qila olishingiz uchun ham amal bo'lish kerak aslida. Ya'ni nimani siz umid qilasiz o'zi? Bormi bir sarmoya umid qilishingizga arziydigan? Alloh meni hech zoyi qilmaydi, Alloh meni xor qilmaydi deyishga arziydigan narsa bormi o'zi cho'ntagida? Amal ya'ni. Cho'ntagida pichoqqa to'ldirib olib, Alloh meni xor qilmaydi deb o'tiravermaydi, u g'urur deyiladi. Amal qilinadi-da, qo'ldan kelgancha. Albatta qoyillat bo'lmaydi amalda, lekin qo'ldan kelgancha amal qilib turib, keyin umid uzilmaydi. Albatta oqibat yaxshilik bo'ladi deb qattiq turiladi. Inshaalloh haqiqatan shu oqibat yaxshilik bo'ladi keyin. Yaqub alayhisalom sezganlar Yusufni topish yaqinlashayotganini. Uni ko'rish yaqinlashayotganini. Haligi rost tush bor edi chunki. Amalga oshish kerak edi u. Mana shunday voqealar tahlilidan seza boshlayapti. Va unga yo'liqish, unga sajda qilish, akalar sajda qilishligi kerak edi. Shuning uchun ham mana bolalariga aytayaptiki, u kishi, boringlar o'sha kelgan yurtlaringga, ya'ni Misrga, akalaringni tashab kelgan yurtga Yusuf xabarini izlanglar. Va ba'zi boshqa xabarlar, ular ukasini xabarlarini ham izlanglar. Allohning fazli marhamatidan umid tuzmanglar, deyapti. Ya'ni rahmatidan bizni bu narsadan qutqaradigan, shiddatdan qutqaradigan Allohning ne'matidan, faroj degani shu. Umid tuzmanglar, deyapti. Kofir qavmga umid tuzadi, deyapti. Allohga kofir bo'lgan, rahmatiga kofir bo'lgan, qudratiga kofir bo'lganlar u umid tuzadi. Ya'ni shuncha shiddatdan keyin ham endi muvaffaqiyat kelishligidan umid tuzib qo'yadi ular. Allohning sunnati esa yengillikni qiyinchilikdan keyin yog'diradi. Xususan Allohga yaxshi gumon qilgan kishilar haqida. Qiyinchiliklardan keyin yengillik kiradi. Ana shu uchun ham qissani oxirida bitta oyat bejizga kelmagan. Hatta idastay asar rusulu va zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna. Hatto payg'ambarlar umidsizlanib, umidni uza boshlagach, bo'ldi yov rostdan ham deb. Va yolg'onga chiqarildik deb biz o'ylagach, nusrat keladi. Rostdan ham qarang, 80 yil sabr qilishni o'zi bilan umid tuzmang. 1 yil emas, 2 yil emas. Hozir aytayapmiz, bitta ahvolimizni qarang, himmatsizlikni. Ilm tolibi bo'lib, talaba ilmga kirgan bolalar mana qarang. 1 yil o'qiydi, umidini uzib qo'yadi. Men odam bo'lmas ekanman deydi. Kim 1 yil o'qib odam bo'lar ekan? Kim? Bunaqangi natijaga erishadi 1 yil o'qib.
yoki 3 yildan beri o'qiyapsan deydi ota-onalar bolasiga aytadi. 5 yildan beri o'qiysan, 10 yildan beri o'qiysan, o'qiyversan endi nima qilasan bo'ldi deydi. Odam, ya'ni biz bu hayotda shunaqangi haligi noqis amalimiz bilan, noqis himmatimiz bilan 10 yilni qo'ying, 20 yil ham aslida yetmaydi bizga bir narsaga erishishimizga. Shoshmaslik kerak natijaga. Odam mana shunaqa qilib umrini zoya qiladi. Bitta sohaga boshini tiqadi, odam bo'lmaydi ekanman deydi, keyinlari sohaga boshini tiqadi, yana odam bo'lmas ekanman deydi, yana boshqa sohaga boshini tiqadi. Qarabsizki, 20 yil o'tib ketgan, bironta sohani boshiga yetmagan. Hamma narsani cho'qlab yuribdi. Bunaqa bo'lmaydi odam, ya'ni. Sabr qilib bitta narsada o'tirish kerak ustida, erishmoqchi bo'lsa odam. 80 yil sabr qilyaptimi qarang, Yaqub alayhisalom. Oxiri erishyapti bolasiga. Yoki Yusuf alayhisalom o'sha martabaga erishyapti. Demak, ana Allohning sunnati shunaqa o'zi. O'ziga yaxshi gumon qilgan kishining haqqida xususan qiyinchiliklar ketma-ket kelaveradi, oxiri keyin Alloh yaxshilik beradi. Sunnat bu qonun, ya'ni o'zgarmas qonun. Hech kim uni aylanib o'ta olmaydi. Shunday qilib keyin Yusufning oldiga kirishdi ular. Ya'ni akalar. Ana Alloh taolo aytadi: "Falamma dakhalu alay" qachonki kelib Yusufning oldiga kirishgach, ana qarang, hech ish qilmadi borib akalar. To'g'ri borib Yusuf alayhisalom oldiga kirishyapti. Otasi nima deganda aslida? "Ey, izla sen. Atrofdan borib izla" degandi. Kim bu odam o'zi boshqa? Yana borib turib to'g'ri, "Ey aziz" deyapti ular. Aziz deb urgan olishgan. U kim o'zi u aziz? Surishtirmayapti. Falamma dakhala alayhi qachonki Yusufning oldiga kirishgach, qolu aytdiki: "Ya ayyuhal aziz." Ey aziz. Massana va ahlana durru. Bizni va ahli oilamizni zarar tutdi. Ya'ni juda qiynalib ketdik deyapti. Hozir bu narsa keyingi yilda bo'lyapti yana. Sabrga qarang, Yusuf alayhisalomning sabriga. Birinchi yil o'zi berib yubordi dondunlarini. Ketdi akalar. Ikkinchi yil nima bo'ldi? Kichik ukasini ham yetalab keldi. Yana qaytib ketishdi. Endi hozir 1 yil qolib ketdi mana yerda aka-uka bilan. Haligi akasi bilan Benyamin qolib ketdi Yusuf alayhisalom. 3-yil keyin yana kelyapti ular endi. 3-yil bo'lyapti voqea hozir. Chunki birdan bug'doyga kelyapti bular endi. Otasi bor degandan o'sha paytda yo'q ketavermagan. Chunki dalil bunga mana bug'doy biz anaga azmas bir pul olib keldik, bizga yana shu dondunlardan bering o'lchab deyapti bular. Ma'lumki Yusuf alayhisalom 1 yilda bir berardilar dondunlarni. Shuning uchun mana bu ochiq dalil 3-yil bo'lyapti bu voqea. 3-yil. Ular kelib aytishyaptiki, biz va ahlimizga zarar yetdi, ya'ni juda qiynalib ketdik. Wajidna bi bida'atin muzjat. Arzimas sariqchaqa olib keldik. Ya'ni pullari ham qolmagan endi. Avval masalan pul bilan bug'doylar sotib olib ketayotdi. Endi qahatchilik jondan o'tdi. Pul qolmadi hattoki bug'doy sotib olgani. Muzjat degani arzimas sariqchaqa degani, bidoa degani tovar. Ya'ni shu sizdan dondunlar olish uchun, oziq-ovqat olish uchun arzimas sariqchaqa tovarlarni olib keldik. Hech narsamiz yo'q. Bor butimizni olib keldik sizga deyapti. Fa'ufilanal kayl. Bizga yana to'ldirib bering endi shu tarozini deyapti. Ya'ni garchi bu berayotgan pullarimiz bizga berishingizga haliga bir tuyon miqdori ko'taradigan qilib berishingizga haqli bo'lmasa ham pullarimiz bizda. Arzimas pul-ku. Lekin endi yaxshilik qiling deyapti mana. To'ldirib bering, qiynalib ketdik deyapti. Fa'ufilanal kayl va tasaddaq alayna. Sadaqa qiling bizga deyapti. Qarang, shu darajada qiynalishgan, pul ham qolmagan, qahatchilik yetmagandek. Va tasaddaq alayna. Bizga sadaqa qiling. Mana shu narsani o'tgan darslarda aytdik-ku. Inson agar Alloh unda bilsaki, intiqom ruhida yashamasligini. Shu gapni tushuning. Insonni Alloh bilsaki, intiqom ruhida yashamaydigan odamligini, unga yomonlik qilganlarni uni Alloh taolo ularni yomonlik qilganligini isbotlash uchun yoki tuhmat qilganlarni tuhmatchiligini isbotlash uchun, aybsiz o'sha odamning aybsizligini isbotlash uchun o'sha tuhmatchi yomonlik qilganlarni buni qo'liga qaram qiladi. Qarang, hattoki sadaqa so'rashyapti. Asli juda ham bu zillat bu. Ya'ni xorlik. Ya'ni shu kelib sadaqa qiling bizga deb yalinib o'tirish payg'ambarning bolalari bilan nima bo'lganda ham hozir. Lekin kimni Alloh shunday martabaga ko'tarar ekan? Sizda kerak bo'lsa masalan dushmaningizni sizda oyog'ingizni tagiga kelib tiz cho'kib sadaqa qil menga deb o'tiradigan holatga kimni Alloh tushiradi dedik? Birinchi shartni unutmang. Intiqom ruhida yashamaydigan odamni. Agar odam intiqom ruhida yashasa, Alloh hech qachon unaqangi martabaga ko'tarmaydi u odamni. Intiqom ruhida yashash degani hali ko'rsataman ko'zingga deb ana shuni orzu qilib yashash.
hali hammang tiz cho'kasa men oyog'im tagida deb ana shunday g'urur bilan yashash. Bunaqa bo'lmaydi. Yusuf alayhisalom hech qachon unaqa yashamaganlar. Dalil akalariga hozir mana voy sen Yusuf ekansan, bo'ldi bizni kechir deb haligi yalinib yalpayishni boshlagan zahoti shunday birdan to'xtatadi. La tasriba alaykumul yawm deydi. Yag'firullohu lakum. Bugun sizlarni malomatlash yo'q. Men sizlarni malomatlash uchun bu yerga chaqirganim yo'q sizlarni. Yoki yalinib yalpayib kechirim so'rashlaring uchun chaqirganim yo'q. Alloh kechirsin sizlarni degan. Ko'ryapsizmi? Intiqom ruhida yashamagan. Biz bekor qilibmiz degan zahoti gunohiga tavba qildirishni istagan. Gunohiga tavba qilgandan bo'ldi. Bo'ldi jiminglar deyapti. Hozir odamlar ana shunaqa Yusuf alayhisalomdagi martabaga erishishni istab, hammangni hali men tiz cho'ktiraman deb yashaydi. Maqsad nima desa, oxiri kechirim so'raysan hammang mendan deydi. Qiziqda odamlarda shunaqa bir xislat bor. Qorviysan kechirim, ya'ni boshingga yastig' qilasanmi? Nima bo'ladi kechirim bilan ya'ni? Kechirim o'sha o'tmishni to'g'rilab beradimi, qaytaradimi muammolarni yana? Nima bo'ladi kechirim ya'ni? Yo'q, men kechirim so'ra mendan deydi. Odam mana bunaqangi ruhda yashamaslik kerak. Aks holda Alloh ko'tarmaydi unaqa odamni. Mana qanaqangi odamni ko'taradi? Kechirimli odam, kechirim so'ramasdan kechiradigan odam. Intiqom ruhida yashamaydi, qalbi ichi nafratga to'lib yashamaydi. Qasos ruhida yashamaydi. Ana shunaqa odamni Alloh kechiradi va martaba beradi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga bir tasdiq. Shuncha Makkadan ozor chekib, Makka ahli shunday oyog'ini tagida Rasululloh tiz cho'kib o'tiribdi fathdan keyin. Shunday qarab ularga aytganlar, nima deb o'ylaysizlar? Men sizlarga nima qilaman hozir deganlar. Rasulullohning siyratdan bilishganki, Makka ahli kofir bo'lsa ham, Rasulullohga shuncha tuhmat qilgan bo'lsa ham, Rasululloh intiqom ruhida yashaydigan odam emas, shuni bilishgan. Mushriklar qarab turib Rasulullohga ahun karim va ibn axin karim deyishgan. Siz karamlik birodarimizsiz va karamlik birodarimizni, ya'ni kechirimli, saxovatli birodarimizni bolasisiz deyishgan. Rasulullohning otalari ham sifat bo'lganda, kofir bo'lsa ham ya'ni. Rasululloh izhabu fantumut tulaqa deganlar. Ketaveringlar ozodsizlar. Qarang. 23 yillik ozorni bir soniyada kechirib yuborish o'zi bo'lmaydi bu narsa. Bu dunyoni ichiga sig'dirib oladigan qalb kerak bu uchun. Ana shunaqa keng yurakli bo'lish kerak. 23 yillik ozorni bir soniyada ketaveringlar, bo'ldi sizlar ozodsizlar deb yuborish. Rasululloh 23 yil ozod chekkanlar mana shu Qurayshdan. Makkada, Madinada necha yil, qancha odam shahid ketdi shularni deb, qancha odam qiynaldi. Rasululloh o'zlari qancha qiynaldilar. Tamam, bir og'iz gap bilan kechirib boryapti. Chunki maqsad nima edi o'zi? Maqsad fathmidi? Maqsad Allohning dini hokim bo'lishmidi? Bo'ldi-da, nima kerak endi ularga alamini olib kechirim so'raysanmi? Aks holda inson o'zi uchun qilgan bo'ladi 23 yillik amalni. Mana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hozir bu yerda katta fazilatlari bo'lyaptiki, demak, umuman nafslari uchun hech ish qilmaganlar. Aks holda ana shu yerda hammasini tiz cho'ktirib hozir kechirim so'rashlari kerak edi. Kechirim so'ratishlari kerak edi. Alloh uchun qilganlarmi? Allohning istagi amalga oshdimi? Allohning diniga to'da bo'lib kirdimi odamlar? Bo'ldi. Ular kechirim so'rasin, so'ramasin bizga nima endi? Shu edi axir maqsad amaldan ya'ni. Va tasaddaq alayna, sadaqa qiling bizga, innalloh yajzil mutasaddiqin deyishyapti. Albatta Alloh sadaqa qiluvchilarni mukofotlaydi. Aslida ma'lumki, ularning nazdida hozir Yusuf alayhisalom Misrning podshohi. Ma'lumki, Misrning podshohi kofir edi. Ya'ni o'sha vaqtlarda Misrning podshohlari kofir bo'lardi. Alloh kofirni sadaqa qiluvchisini ham yaxshilik bilan mukofotlaydi bunda. Ular hozir go'yoki Yusuf alayhisalomni bitta Misrda oddiy podshohi, o'sha Misrda diyonatdagi odam deb muomala qilishyapti-da. Mana bundan avval dalil olishgan, undan boshqa oyat hadislar ham bor. Kofir yaxshilik qilsa, albatta u ham qilgan yaxshiligi dunyoda mukofotlanadi. Ular hozir oxiratda Alloh mukofotlaydi sizga deyotgani yo'q. Mutasaddiqinni mukofotlaydi, dunyoda mukofotlaydi. Shuning uchun ham kofirlarda saxovat peshalari bo'lsa, Alloh ularga dunyoda beradi mukofot. Mol dunyosiga yana baraka kiradi, topish tutish yana ziyoda bo'ladi va hokazo. Xo'p, mana shu yerda to'xtaymiz. Inshaalloh kelasi darsda shu mavzuni boshdan boshlaymiz. Demak, 443-bahsda to'xtayapmiz. Akalari Yusuf alayhisalom oldiga kirib, u kishidan sadaqa iltimos qilganligi, vallohu alam.